Assalomu alaykum. O'zim Aravonli aka-ukalarim, salomatmisizlar? Xudo xolasa biz Aravon rayoniga qarashli Achchi uchastkasida turibmiz. Bu yerda sizlarga o'ta ham zo'r bo'lgan xonadonda 960 desetkalik xonadonimizni bugungi kunda sizlarga chiqaryapmiz. Qani bo'lmasa ichkarilarini chiroyli qilib sizlarga obzor qilib ko'rsatamiz. Bu yerda eng yaxshi tomoni dokumentida, boshqa narsasida problemasi yo'q. Xudo xolasa kelasiz, pulni sanaysiz, sразу оформление bo'ladi. Qani bismillah, billalinglar ichkari kiramiz. Xudo xolasa hammamizga shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Niyat qilganlar bittadan vaqtni bosib, o'zingizga yaqin ko'rgan odamingizga ham nasib qilsin, shu odamga jo'natib qo'yasiz. Qani bismillah, kirganimizda uyda o'ng tomonida bu yerda ikkita chiroyli bo'lgan xonamiz, bu tomonda verandasi bor, koridor. Bismillah. Bu yoqqa kirganimizdan keyin bu tomonda 3 ta xona bo'lib qolyapti. Birinchisi kernalarga xudo xolasa chiroyli shinamgina kuchnya. Bu tomonda qish kunida sразу chiqib turib, banka qiyom kompotlar bekitadigan joyimiz bo'lyapti. Bu tomonda bitta spalni bo'lyapti. Spalning o'rtasida, ikkita xonaning o'rtasida shunaqa pechkasi bor. Xudo xolasa bu yoqda ikkita xona yana. Bittasi mehmonxona, bittasi spalni. Endi bu tomonga chiqamiz. Koridordan chiqamizdan keyin uyda kirganda o'ng tomondagi ikkita xona bilan tanishamiz. Qani bismillah. O'ta ham zo'r remontda bo'lgan va katta va yorug' bo'lgan ikkita chiroyli mehmonxonasi bor ekan bu tomonda. Xudo xolasa belki kelgan odam hech qanaqa remont talab emas. Sразу kirib yashaydi. Bu tomonda ham xuddi shunaqa ikkita xona. Bu yoqqa uyga kirganda chap qo'l tomondagi bir ikki xonali xonaga ketyapmiz. Xudo xolasa, mana bu xonalar ham hammasi chiroyli, shinam remont bo'lgan va oldini chiroyli qilib koridor qo'ysangiz bo'lar ekan, o'ta ham keng. Ikkinchi xonamiz. Xudo xolasa bu xonamiz ham o'ta yorug', chiroyli xona. Eshik, rom, derazalar hammasi joyida. Bu tomon огородimiz, qo'rg'on devorni o'rniga fundament quyib qo'ygan. Bu yerda tandir o'chog'i, hojatxonasi hammasi shu yerda bor. Xudo xolasa suvdan, svetdan muammo yo'q. Xudo xolasa uyni tashqi ko'rinishini bitta obzor qilib bering aka. Xudo xolasa uyimizning tomlari andulin bo'lgan, sokollar polniy chiroyli bo'lib travertin bilan qilingan. Va yana aytadigan narsamiz, polniy uyimizga remont talab emas. Shunday kiradi, kirgan odam maza qilib yashaydi. Endi egasini nomerlarini aytib ketamiz. 0755 bilan 75 37 75. Xudo xolasa qizil kitob qo'lim turibdi. Olgan odamga yaxshi kunlarga nasib qilsin, shu yerlarda maza qilib bola chaqasi bilan yashashlikka. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.